Siz izlayotgan bir xonali kvartira balkim shudir. Azizlarim, ajoyib lokatsiyadan sizlar uchun bir xonali kvartira topib qo'yganmiz. Kvartira 4 qavatli domning 2-etajida joylashgan. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, bu yoq 18-maktab, bu yoq Delfin bozorga ham yaqin. Qanunday bo'lsa, ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda shundoqqina prixoshka qismi remontlari o'rtacha holatda. Bu kvartiramiz bir xona bo'lishiga qaramasdan, tualet, vannalari alohida joylashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, undan o'tganimizda chap qo'limizda asosiy xonamiz mana remontlar o'rtacha holatda bemalol kirib yashasa bo'ladigan yaxshi patologlari baland. Bu yoqda undan o'tganimizda oshxona qismimiz, oshxonamiz ham remontlari yaxshi holatda. Undan o'tganimizda bu yoqda balkon qismimiz, balkonimiz ham kattagina 6 ga 1,5 ga joylashgan. Balkonimiz ozgina ta'mirtalab, o'zingizning didingizga moslagan holda chiroyli qilib bemalol remont qilib olsangiz bo'ladi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, bitta oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Bu uyimizning narxini egalari 19,200 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Diva-divadan bir xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.